Aleyküm dostlar, bugün 6 yanvar 2026 yıl seshanba günü. Men 25 günüm oyunni to'xtatganim. Oyundan chiqish mumkin, oyunni to'xtatish mumkin. Bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun shu azartda bo'lgan Damafin sizni o'yinga jalb etuvchi mavzularda gaplashamiz. To'g'ri, shu o'yin paytida qarzingiz bor, shu qarzdan qutulaman, uy hayolingiz faqat qarzda bo'ladi. Qo'lingizga pul tushsa, shu pulni o'ynab qarzimdan qutulaman degan fikrga yana kirasiz. Siz uçuşunuz mümkün, lekin shu utgan plan qanoatlantirilmaysiz o'zingizni. Yana shu pulni yutaman deb u holda yana o'ynaysiz, yutqizasiz. Hech qachon yutib bo'lmaydi. Yutgan taqdirda ham bu pulni o'zingiz saqlay olmaysiz. Chunki o'sha o'yin ichine girgansiz, o'yin ichida fikringiz faqat shu pulni yutgan pulni ham yana ko'paytiraman deb dalsha o'ynab yutqizib qo'yasiz. Vaqtida xulosa qilib, o'yinni tark etish kerak. Shu hamon o'ynayapsanmi? Yutqizishing aniq. Vaqtida to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida to'xtating, xulosa chiqadi.